Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Hozirgi kunda yana bitta zo'r taklif, Avtoliderdan boshqa joyda bunaqa taklif topa olmaysizlar. 2023-yil S500 Formatic avtomobilimiz 9000 km masofa bosib o'tgan. Avtomobilimiz kapoti ostida долговечный 3 litrli twin turboga ega bo'lgan motor, 435 ta ot kuchi, 4.9 sekund 100 gacha. Avtomobilimizda multibeam fari, R20 balon, выдвижной ручкали va eng glavniysi $1 million vid. Bu mashinada knopka bagajnika bo'lmasa bo'lmaydi, просто orqa tarafiga bitta baho berib, niyat qilganlar like qo'yib yuborishsin. Salonimizga xush kelibsiz hurmatli obunachilarimiz. Har bitta bizlarni ko'rib, qo'llab-quvvatlab, niyat qilganlarga iloyim Allohim bitta kamida shunaqadan nasib etsin. Chunki определенный bir уровеньga yetganinglarda по-любому mana shu mashinani albatta olasizlar. Pul masalasida, opit masalasida bu o'zidan o'zi keladigan mashina emas. Bu aynan oldingi opitingizni, bugungi kuningizni, didingizni va tanlovingizni ko'rsatib beradigan avtomobil. Har bitta o'zimizni подписчики kamida shunaqadan niyat qilsin. Like qo'yib yuboramiz hurmatli obunachilarimiz. Endi navrotlariga keladigan bo'lsak, bu yerda massaj сиденья, rejim vождения, burmester akustika, abdufabagrev сиденья. Juda ko'p navrotlarimiz bor. Bu avtomobil в основном shu rulda yurish uchun olingan va qasam unda unaqa ikkita odam ketadigan emas. Обычно oilaviy 3 ta odam ketadigan. Hamma navrot praktiski bu yoqda, ya'ni kelganinglarda sizlarga отдельно ko'rsatib tushuntirib beramiz. Avtomobilimizni narxiga keladigan bo'lsak, $139 ming hurmatli obunachilarimiz. Bunaqa shans pustit qilmanglar. Hammaga e'tibor uchun rahmat.